Kiddo modelimizni insof darajasida narxlarini chiqardik, chiroyli qilib. Eng muhimi bu bolalarimiz uchun juda ham xavfsiz, karkassiz, bolalar yiqilib tushadi. Mana bu yulkali, taxtali kravatlardan uyg'onib ketdi, bolalarimiz uyg'onib yiqilib tushdimikan deb o'ylab o'tirmaymiz endi bu yog'iga. Yevropada bu Kiddo modellarimiz masalan Istanbulda $370 dan $450 sotilyapti. Shvetsariya, Yevropalarda 450-550 yevrodan sotishyapti mana shuni. Xuddi shunaqa parallel, xuddi shunaqa materiallar ishlatilingan. Biz buni insof darajasida 2.600.000 so'm qilib belgiladik. Bolalarimiz uchun bu menimcha sut ekan. Yana bitta narsa, bolalarimizni sog'lig'i uchun pampers ko'p kiyib yurishadi-ku, bu juda ham zararli. Pamperssiz yotqizib qo'ysangiz bo'ladi. Bemalol yuvib ishlatsa bo'ladigan chexoli bor. Ichida yana suv o'tkazmaydigan chexol bor, paralonga ham o'tib ketmaydi. Uni ham yuvib ishlatsa bo'ladi. Bolalarimiz bundan buyog'iga bemalol o'sha joylari nafas olib bemalol mazza qilib yotishadi. Nima deydi, sog'lig'iga unaqa ta'sir qilmaydi. Pamperssiz yotqizib qo'yadigan zo'r joy deb o'ylayman. Bolalarimiz uchun bu yaratgan mehnatimiz, bu qilgan ishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.